Assalomu alaykum, aziz kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda mazali, yumshoqqina, hammada bittada o'xshab chiqadigan mazali qatlama tayyorlaymiz. Ishimizni bismillah deb idishimizga bir kosa iliq suv solib, taxminan 300-350 ml atrofida bir osh qoshiq silla tuz solib, eriguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan un solib, taxminan 550-600 gram atrofida un kerak bo'ladi. Albatta elangan holda unimizni oz-ozdan solib, yaxshilab xamir qorib olamiz. Bu usulda ko'pchilik tayyorlaydi, lekin bu videoni tayyorlashdan maqsadim hayotga yangi qadam qo'yayotgan kelinlarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Tayyor bo'lgan xamirimizni teng ikkiga bo'lib, 20 minut tindirishga qo'yib qo'yamiz. Tepasini strechlab, tinib tayyor bo'lgan xamirimizni asta-sekin yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni qanchalik yupqa, chiroyli qilib yoysak, qatlamamiz ham qavatlari qat-qat bo'lib, chiroyli bo'lib pishadi. Endi esa yoygan xamirimizni ustiga xona haroratida eritilgan sariyog' yoki margarinimizni bir tekisda yaxshilab surib chiqamiz. Endi esa ikkinchi yoygan zuvalamizni ustiga yopib, yana sariyog' yoki margarinimizni surib chiqamiz bir tekisda qilib. Endi esa bizga uqlovimiz kerak bo'ladi. Uqlovga xamirni zich qilib o'rab chiqamiz va pichoq yordamida o'rtasidan kesib bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Meni tavom kichkina bo'lganligi sababli men 5 ta bo'lakka bo'ldim. Sizlarda tavo kattaroq bo'lsa, 3 ta yoki 4 ta bo'lakka bo'lsanglar yetarli. Kesib olgan xamirlarimizni dumaloq shaklda o'rab chiqamiz va 10 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Vaqt o'tgandan keyin asta-sekin yoyib pishirishni boshlaymiz. Xamir qanchalik yaxshi tinsa, shunchalik yaxshi yoyiladi. Qizigan tovaga ozroq yog' quyib, asta-sekin pishirishni boshlaymiz. Xamirimiz so'ygandan keyin ikkinchi tomonini tepasini yog'lab turilsa, qatlamamiz yaltillab chiroyli bo'lib pishadi. Qat-qatlari ajrab. Mana qatlamamiz ikkinchi tomonini aylantirib, qizartirib, chiroyli rangi kirguncha pishirib olamiz past olovda. Shu tarzda hammasini birin-ketin pishirib olib, hammaga yoqimli ishtaha tilayman.